Rasulullahning hayotidagi eng xatarlik payt. Ibn Sakan yiqilgandan keyin Rasululloh ikki Qurayshlik hamrohlari bilan qolib qolgan edi. İmam Buxoriy va Imom Muslim Abu Osmondan rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deyilgan. Qattiq jang bo'layotgan ashu minutlarning birida Rasulullohning yonida Talha ibn Ubaydullah va Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhumadan boshqa hech kishi qolmagan edi. Bu Rasulullohning hayotidagi eng xatarlik payt va mushriklarga nisbatan eng qimmatli oltin fursat bo'lib hisoblanadi. Amaliyotda mushriklar bu fursatni chang tutishga hargiz beparvolik qilmadi. Ular umumyuzlik hujum qilib, barliq kuchi bilan Rasulullohni yo'qotishni nishon qildi. Utba ibn Abu Waqqas Rasulullohga tosh etib, uni yiqitibdi va uning osti udiltishini sundiribdi. Osti inki yerilib ketdi. Abdullah ibn Shihob Zuhri Rasulullohga hujum qilib, uning peshonisini yeribdi. Mushriklar otliq qo'shonining eng qaram talvasarkisi Abdullah ibn Qami'a Iroqdan shiddat bilan ot choptirib kelib, Rasulullohning mo'risiga qattiq bir qilich urgan edi. Rasululloh buning dardini bir oydan ko'proq tortdi. Birli yaxshi yeri uning qilichi Rasulullohning qo'sh savutini kesib o'talmagan edi. Ibn Qami'a Rasulullohning yuziga yana qattiq bir qilich urgan edi. Uning beshidagi mis qalpoqning ikki halqa mixi Rasulullohning mag'ziga petib ketdi. Ibn Qami'a, "Mana ko'r, men degan Ibn Qami'a" deydi. Rasululloh yuzidan qonni surtib etib, "Alloh seni parcha-parcha qilib etsin" dedi. Hadisda shu qitimliq zarbada Rasulullohning o'ttir tishi sungan, beshi yerilib qanashga boshlagan deyilgan. Shunga u yuz ko'zlaridan qonni eritib etib, o'z payg'ambarining bosh ko'zini qonga bo'ygan va tishini chaqqan qavm qandoqmi nijot topar? Halbuki payg'ambar ularni nijotlikka chaqiryapsa, dedi. Bu chaqda Alloh hech ish sening ixtiyoringda emas. Alloh ya ularning tavbasini qabul qiladi yoki ular zolim bo'lganliklari uchun ularni azobga duchor qiladi. Qur'oni Karim Sura Ali Imron 128-oyat. Tabaronining rivoyatida Rasululloh shu kuni o'z payg'ambarining yuz ko'zini qonga bo'ygan qavmga Allohning g'azabi bek qattiq bo'ladi degan. Ondan bir dam turgandan keyin yana "Ey Alloh, mening qavmimning gunohini mag'firat qilgin. Ular bilmaydi" degan. Sahih Muslim rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh "Ey Parvardigorim, qavmimning qilmishini kechirgin. Ular bilmaydi" degan. Va Qozi Iyozning Shifa nomli kitobida Rasululloh "Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin, chunki bular bilmay qildi" dedi deyilgan. Shak shubhisizki, mushriklar Rasulullohning hayotini mushu yerda oxirlashtirishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, lekin Rasulullohning Qurayshlik halqa ikki sahobisi shundoq ajoyib qahramonlikni ko'rsatdi va shundoq mislsiz jasorat va shijoat bilan urush qildiki, ular faqat ikki odam turib, mushriklarning maqsadini xam xiyolga aylantirdi. Bu ikki azamat eng mohir marganlardan bo'lg'achqa, mushriklarga uzildirmay o'q yog'dirib, oxiri ularni Rasulullohning atrofidan chekindirdi. Sa'd ibn Abu Waqqasning oldiga Rasululloh o'z sodiqini tashlab berib, "Ota Sa'd, sana ota-onam fidodir" deydi. Bu uning naqadar talantli yetishgan margan ekanligini ko'rsatdi. Chunki Rasululloh Sa'ddan o'zga hech kishiga ota-onasini jamlab fido bo'lsin demagan edi. Imom Nasa'iy Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda mushriklar Rasulullohning bor yerini boyqib olgandan keyin hammasi biroqli yopirilib kelib hujum qo'zg'adi. Bu chaqda Rasululloh ularni kim chekindirdi? Dedi. Talha ibn Ubaydullah "Men" dedi deyilgan. Ondan Jabir radhiyallohu anhu Ansari yigitlarning bir-birlab maydonga tushganligini va hammasining orqa-orqadan shahid bo'lib ketganligini rivoyat qilgan. U mundoq dedi: Ansarlar to'liq shahid bo'lgandan keyin Talha maydonga tushdi. U o'zi yolg'iz 11 odam bilan urushib, oxiri bir qilich uning qo'liga tegib, uning barmoqlari kesilib ketdi. Habballi dedi. Rasululloh uningga "Agar sen bismillah degan bo'lsang, seni farishtalar kishilarning ko'zi ko'rsatib turib ko'tarib ketadi" deganligini bayon qilgan. Jabir mundoq deydi: Bir damdan keyin Alloh mushriklarni mag'lub qildi. Imom Hakimning rivoyatidagi hadisning sharhisida shu kuni Talhaning badanining
35 yoki 39 yeri o'xshamagan darajada yaralangan va ikki barmog'i, ya'ni ko'rsatkich barmog'i bilan nomsiz barmog'i sezmas bo'lib qolgan deyilgan. İmam Buxoriy Qays ibn Abu Hazim radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: "Men Talha ibn Ubaydullohning qo'lini tutmas, ya'ni cho'loq holatda ko'rdim. Uqishimcha, u bu qo'lini Uhud urushida Rasulullohga chepilgan qilishqa qalqon o'rnida tutib bergan ekan." Tirmiziyning rivoyatida Rasululloh shu kuni Talha haqida: "Yer yuzida tirk mengib yurgan shahidni ko'rgisi bor kishi Talha ibn Ubaydullohni ko'rib olsin" degan. Abu Davud Taliyasi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan hadisda mundaq degan: Abu Bakr Uhud urushi tilga ilinsila, bu kunning hammasi Talha ibn Ubaydullohning bo'lib ketgan, deydi. Ana shunda qiyin sharoit va halqiliq soat minutlarda Alloh o'z payg'ambariga o'zining g'oibi yordamini nozil qildi. Sahihul Muslim va Sahihul Buxoriyda Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq kelgan: "Men Uhud urushi jarayonida Rasulullohning yanida nihoyat shiddat va zarbadorlik bilan urushayotgan oq kiyimlik ikki kishini ko'rdim. Men ularni burunmi ko'rib boqmagan, keyinmi ko'rmadim." Yana bir rivoyatda bularni Jibril va Mikoil demakchi deyilgan. Sahobalarning Rasulullohning yeniga to'planishi, yuqorqi qabohatlik o'zgarishlar ko'z yumib ochqicha nihoyat tez suratda yuz berib bo'ldi. Halbuki Rasulullohning oldingi safda jang qilayotgan sabdil, samimiy, sadoqatli sahobalari vaziyatning ta'tir taraqqiyotini ko'rganmi yoki Rasulullohning ovozini anglaganmi, har holda ular Rasulullohga biror peshkanlik yo'liqib qilishidan ansirab, darhol uning bor yeriga yetib kelgan edi. Biroq ular Rasulullohning qishig'iga yetib kelganda, uning yaralanadigan yerlari allaqachon yaralanib, ansorlardan 6 kishi shahid bo'lib qator yotadi. 7-chisimi qattiq yaralanib, o'z qiniga milinib, behush yotadi. Sa'd ibn Abu Waqqas bilan Talha ibn Ubaydullah mushriklar bilan jon tikib elishyotadi. Ular yetib kelgandan keyin Rasulullohning atrofiga o'zining teni va qurol yaroqlari bilan mustahkam bir mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi va Rasulullohni dushmanning zarbasidan qo'g'dash va ularning hujumini to'sishda mislsiz fidokorliklarni ko'rsatdi. Rasulullohning yeniga tunji bo'lib yetib kelgan kishi yanala uning g'ordagi hamrohi, hijrat sabdishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldi. Ibn Habbon Oishadan rivoyat qilgan hadisda Abu Bakrning mundaq deganligini aytgan: Uhud urushida kishilar jang bilan bo'lib ketib, Rasululloh bilan kori bo'lmay qopti. Shu chaqda men Rasulullohning yeniga tunji bo'lib yetib beribdiman. Kelib o'tib, uning oldida bir odamning qattiq elishib, uni qo'dayotganligini va uning yeniga hech kishini yaqin keltirmayotganligini ko'rdim. Ko'nglimda dedimki, sen Talha bo'lg'iyting, sana ota-onam fido bo'lsin. Ondan uzun o'tmay keynimdan Ubayda ibn Jarroh yetib keldi. U go'yo uchar qushdek chapatdi. Shuning bilan Rasulullohning qishig'iga ikkimiz tangli yetib keldik. Qarasak, oldimizda Talha ig'ir yaralanib yiqilib tushdi. Bizni ko'rib Rasululloh: "Qarindishinglarni yo'langlar. U haqiqatan burchini ado qildi", dedi. Mushriklar tarafidan etilgan bir tosh Rasulullohning mag'ziga qattiq tekkashga, uning beshidagi mis qalpoqning ikki parcha halqa to'miri uning mag'ziga petib ketibdi. Shuning bilan men halqa halqalarni Rasulullohning mag'zidan sug'urib elib olmoqchi bo'lib edim. Ubayda ibn Jarroh: "Xudo haqqi ey Abu Bakr, meni olg'ili qo'y", dedi va Rasulullohning jarohatini og'ritib qo'ymaslik uchun eg'izini yaqin akilib, iliq temir parchalarining birini tishi bilan tishlab, avaylab tortib oldi. Bu chaqda uning o'ttir tishining birsi midirlab qoldi. Ondan yana birini men olay deb tamshilib edim. Abu Ubayda: "Xudo haqqi, meni olg'ili qo'ygan dedim-ku", deb turib oldi va unimi o'zi tishlab tortib oldi. Bu qatim endi uning yana bir tishi qo'zg'alib midirlab qoldi. Mix parchalari uning yuzidan elib etilgandan keyin Rasululloh: "Qarindishinglarni yo'langlar. U burchini ado qildi", dedi. Shuning bilan biz Rasulullohni qo'yib, Talhaning qishig'iga berib, uni yo'lab jarohatlarini tangdik. Holbuki uning 10 necha yeri o'xshamagan darajada yaralangan edi. Mana bu Talhaning shu kuni naqadar jasorat va shijoat ko'rsatganligini bildirdi. Mushu jiddiy paytda Rasulullohning atrofiga bir bilik musulmon azmatlar to'plandi. Abu Dujana, Mus'ab ibn Umayr, Ali ibn Abu Talib, Sahl ibn Hunayf, Malik ibn Sinan,
Qatada ibn Nu'man, Umar ibn Xattob, Hatem ibn Abu Balta'a va Abu Talha qatorliqlar. Mushriklarning hujumi barg'ansari kuchaydi. Mushriklarning soni orqa-orqadan ko'payishiga ergishib, ularning hujumlari mo kuchaydi va barg'ansari musulmonlarni qistab keldi. Hatto bir chaqda Rasululloh qochqun Abu Amir fosiq qo'lab ustidan yepib qo'ygan o'rakka tushib ketib, tezi qiqilib ketdi. Buni ko'rib, Ali darhol uning qo'lidan tortdi. Talha ibn Ubaydullah biqinidan yo'lidi. Shundan qilib uni o'rnidan turg'izib elib mangdi. Nafi ibn Jubayr mundoq degan: "Men muhojirlardan bir kishining mundoq deganligini anglagan. Men Uhud urushi qatnashgan edim. Ashu qiziq jang nuqtalarining birida Rasulullohga har tarafdan o'q yig'ayotganligini ko'rdim. Lekin bu o'qlarning hammasi to'liq pochaqlab tashlanadi." Yana Abdullah ibn Shihab Zuhriyning shu kuni "Muhammad nada? Uni topadigan bo'lsam, yo u o'lidi, yo men" deb cho'qon ko'tarib yurganligini ko'rdim. Vaholanki Rasululloh uning yenidila o'zi yolg'iz turib. U shundoq degach Rasulullohning yenidan o'tib ketdi. Keyin Saffon ibn Umayya uningga topib alomat qilgan edi. Abdullah ibn Shihab: "Azbiroy Xudo, uni cho'qim ko'rmadim. Azbiroy Xudo, u bugun omon qoladigan o'xshaydi. Biz 4 nafar kishi maxsus uni o'ldirishga ahd qilishib chiqqan turug'liq maqsadimizga yetolmabdik." Misli ko'rilmagan fidokorlik. Jang maydonining taraqqiyoti dal mushu yerga yetganda musulmonlar ajoyib jasorat va ajoyib qahramonliklarni ko'rsatdi va bas-basda shundoq qurbonliklarni berdiki, insoniyat tarixida undoq o'zini unutib boshqalar uchun jon fido qilish ruhi teha hozirgacha ko'rilib boqmadi. Abu Talha Rasulullohni dushmanning o'qidan saqlash uchun ko'krak kerib oldiga chiqib Rasulullohga qalqon bo'lib turdi. Anas radhiyallohu anhu mundoq degan: Uhud kuni musulmonlarga ushtumtut mag'lubiyat yuzlanib qilib, Rasululloh yolg'iz qoldi. Shuning bilan Abu Talha qo'lidagi qalqonni ko'tarib yurib, Rasulullohni dushmanning o'qidan qo'g'dabdi. Abu Talha usti margan edi. U shu kuni yachoqlarni ko'p ishlatib, qattiq tortganligidan 2 yoki 3 yachoqni sindirib qo'yibdi. Rasululloh uning oldidan o'tganlarga o'qni Abu Talhaga tashlab ket, Abu Talhaga tashlab ket deydi ekan. U yana mundoq degan: Rasululloh egizlanib dushmanning harakatini kuzatib boqatdi. Bu chaqda Abu Talha uningga: "Sana ota-onam fido bo'lsin. Ey Rasululloh, dushman tarafga qarmag'in. Sana o'q tegib ketmasin. Men oldingda turay, o'q tegsa menga tegsin. Hargiz sana tegib ketmasin" deydi. Yana Anasdan rivoyat qilingan hadisda Abu Talha bilan Rasululloh ikkisi bir qalqon bilan mudofialangan. Abu Talha nihoyat ustimargan bo'lib, u o'q atsa Rasululloh uning o'qining zoya ketmaganligini ko'rib mamnun bo'ladi deyilgan. Abu Dujana Rasulullohning oldida tik turib, o'zining dumbisini qalqon qilib, Rasulullohni dushmanning o'qidan qo'g'digan. O'q uning usti boshlariga qor yomg'irdak yig'ayotgan bo'lsa-mu, u midirlamay ching turadi. Hatib ibn Abu Balta'a Rasulullohning muborak tishlarini to'kibatgan Utba ibn Abu Waqqasni qo'g'lab yurib, oxiri uni kelishtirib bir qilich uribla kallasini dumultibatdi. Ondan uning eti va qilichini g'animat elib qaytib keldi. Sa'd ibn Abu Waqqas o'zining bu qarindishining kallasini o'z qo'li bilan bakmo olg'isi bor edi. Biroq u bu orzusiga yetolmadi. Balki uning maqsadini Hatib ibn Abu Talha amalga oshirdi. Sahl ibn Hunayb-mo ko'zga ko'ringan botir azmatlarning biri edi. U Rasulullohga ta o'lgicha elishishga qo'l bergan bo'lib, bu qitim mushriklarning hujumini to'sishda favqulodda qahramonlik ko'rsatdi. Ashu jiddiy elish bo'layotgan paytda Rasulullohmo qo'liga qurol elib dushmanni o'qqa tutdi. Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, shu kuni Rasululloh uning yochqini elib dushmanga o'q atgan edi. Rasululloh uni qattiq batlaganlikdan yachoq kamini sunib ketdi. Shuning bilan Qatada bu yachoqni elib qo'yib, xili keyingacha saqlagan. Shu kuni yana uning bir ko'zi yaralanib, ko'zining go'hiri sirtqi poltib chiqib qoldi. Rasululloh uning bu ko'zini o'z joyiga silib qo'ydi. Uning bu ko'zi eng chiroyli va ro'shan ko'radigan ko'z bo'lib qoldi. Shu kuni yana Abdurrahman ibn Avf intayin jasurlik bilan urushib, hatto usti boshlari ig'ir yaralanib, tishlari to'kilib ko'mak bo'lib qoldi. Badanining 20 necha yeri yaralandi. Puti ig'irroq zaxmlangachga keyin oqsoq bo'lib saqaydi.
Abu Sa'id Xudriyning otasi Malik ibn Sinan Rasulullohning mag'zidagi qonlarni sho'rab tozalagan edi. U bu qonlarni yutib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Rasululloh uningga "Tükür" dedi. Malik ibn Sinan "Alloh bilan qasamki, hargiz tükürib etmayman" dedi. Va o'rnidan turgancha jang qaynimiga o'zini otdi. Buni ko'rib Rasululloh "Har kim ahli jannatdan bir kishini ko'rishni xolasa, Malikni ko'rsin" dedi. Shuning bilan u Alloh yo'lida shahid bo'lib yiqildi. Ummu Ammara bir to'p musulmon askarlar bilan birlikda Mal'un ibn Qami'a bilan tutishib qoldi. Ibn Qami'a bu ayolning mo'risiga qilich urib, jarohatning katak izlarini qoldirdi. Ummu Ammara bir necha qilich urgan bo'lsa-mu, lekin u qo'sh savut kiyib olg'achqa qilich o'tmadi. Ummu Ammara yana davomli urishib, badanining 12 yeri og'ir yaralandi. Mus'ab ibn Umayrmi Rasulullohni Ibn Qami'a va uning odamlarining hujumidan qo'g'dab, mislsiz jasorat bilan urushdi. Musulmonlarning alimi uning qo'lida edi. Ular uning o'ng qo'liga urib, uni kesib etdi. Shuning bilan u alamni so'l qo'li bilan ko'tarib, toki umu kesilib tashlangan qadar kofirlarning oldida po'latdek mustahkam turdi. Ondan u tizilib yetib, alam xodisini mo'risi bilan bo'yniga qisib, qad ko'tarib turdi. Lekin oxiri shahid qilib etildi. Uni Ibn Qami'a o'ltirgan edi. U Mus'ab ibn Umayrni Rasulullohni o'ltirdim deb o'ylagan edi. Chunki u Rasulullohga ba'ayni o'xshaydi. Shunga u Mus'ab ibn Umayrni o'ltirib bo'libla mushriklar to'piq qaytib, "Muhammad o'ldi" deb to'lidi. Rasulullohning o'ltirilganligi to'g'risida yolg'on xabarning yamrab ketishi va uning yomon ta'siri. Ibn Qami'a tantaklik bilan heliqidek jar selib, bir necha daqiqa o'tmayla Rasululloh o'ltirilibdi degan xabar mushrik, musulmon hammaylarning orasida pur ketdi. Mana mush paytda Rasulullohdan bir oz yiroq joylarda qo'rshovda qolgan sahobalardan nurg'unlarning irodasi bo'shab, ma'naviy ruhi yemirildi. Jangovarligi suvidi. Hatto ularning ichki qismida qattiq qalaymqonchilik yuz berib, umumyuzlik davolg'ish ko'rildi va saflar qalaymqonlashdi. Biroq birli xo'shalinarlik yeri shuki, Ibn Qami'aning bu e'lonining qisman ijobiy roli bo'ldi. Mushriklar maqsadimizga yetdik deb o'ylab, hujum sur'atini ostiltib, nurg'ulg'an qurol-yaroqlarning tig' uchini musulmon shahidlarning jasadlarini chepib parchalashga qaratdi. Rasulullohning urushni davomlashtirib, vaziyatni o'ngshishi. Mus'ab ibn Umayr musibatga uchragandan keyin Rasululloh bayroqni Ali ibn Abu Talibga topshirdi. Shuning bilan u ajoyib jasorat va shijoat bilan urushdi va atrofdagi boshqa sahobalarmo tangdoshsiz qahramonliklarni ko'rsatdi va qaytirma zarba berdi. Natijada Rasululloh yaqin yerda qapsilib qolgan qo'shinning yeniga yo'l ochib ilgirlayoldi. Rasululloh ularning qishig'iga yetib berdi, uni tunji qitim Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ko'rib tunidida xushalligini bosolmay, "Ey musulmonlar, xush xabar, mana Rasululloh hayot ekan" deb to'g'rilatdi. Bu chaqda Rasululloh uningga mushriklar uning bar yerini uqib qolmasin uchun jim turishni ishorat qildi. Ammo bu ovoz musulmonlarning hammasiga yetdi. Natijada uning atrofiga musulmonlar taraf-tarafdan yig'ilishga boshladi. Ko'zni yumib ochqicha 30 dak sahoba to'plandi. Bular to'planib bo'lgandan keyin Rasululloh muntazam, tartibli holda tog' bag'riga chekinishga boshladi. U chekinish davomida mushriklarning qo'rshab zarba bergich qismining o'ttirsidan yo'l ochib ilgirladi. Bu chaqda mushriklar hujumni kuchaytirib, chekinish yo'lini qattiq to'sigan bo'lsa-mu, lekin ular musulmonlar qo'shinining yo'lbostak jasur botirlik oldida kalkunga uchragan axlatdek supurilib ketdi. Mushrik chavandozlarning biri bo'lgan Osmon ibn Abdullah ibn Mughira Rasulullohga hujum qilib, "U hayot qolguncha mening o'lginim yaxshi" deb ot choptirib keldi. Rasulullohmi uningga taqobil turmoqchi bo'lgan edi. Uninggacha Osmonning eti o'zlari ko'lgan bir o'rakka sepilib ketib yiqildi. Shuning bilan Haris ibn Simmat uni otdan tortib yiqitib, putiga qilich urib o'ltirg'izib qo'ydi. Ondan davomli dumbalab, jinini elib jahannamga uzatdi va uning qurol-yaroq, ot jabduqlarini elib Rasulullohning keynidan yetdi. Shu asnoda Makka otliq qo'shinining yana bir askari bo'lgan Abdullah ibn Jabir o'qdak ot choptirib kelib, Haris ibn Simmatga hujum qildi. U Harisning mo'risiga qilich urib, uni og'ir yaralantirib etganligi uchun musulmonlar ko'tarib olishga majbur bo'ldi. Lekin qizil sallik qaram palvon Abu Dujana kelishtirib bir qilich urib, uning kallasini uchirib etdi.
Mushundaq jiddiy urush bo'layotgan asnoda Qur'oni Karimda ko'rsatilgandek musulmonlarni Allohning amilligi bo'lgan uyqu tutdi. Abu Talha mundaq degan: "Men shu kuni uyqu tutganlarning biri edim. Hatto qo'limdagi qilichim bir necha qitim tushib ketdi. U tushib ketar, men olarman, u tushib ketar, men olarman. Shundaq qilib bir necha qitim takrorlandi." Mana mushundaq shir kabi jasorat va o'limdan qo'rqmas shijoat bilan bu ozg'ini qo'shin nihoyat muntizim va tartibli chekinish orqali tog' jilg'isiga yetib berib oldi va tengirqash ichida qolganlar uchun bexatar makonga yo'l ochildi. Natijada xeyli ko'p kishi bu joyga o'zini ilib jinini joylab oldi. Qisqasi, Xolid ibn Validning jang taktikasi Rasulullohning dono harbiy iqtidori oldida barabat bo'ldi. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun